Assalomu alaykum. Apparat forumi Sardorbek kanali obunachilari. Mana xudo xolasa YouTube ijtimoiy tarmog'ida ham o'z faoliyatlarimizni boshlab oldik. Sizlarga yaqin kunlarda mana shu Divino Nizlik apparatimiz haqida ozgina video obzor tashlagandik. Xudo xolasa bugun bitib qoldilar. Inshaalloh hozir yig'ish jarayonidamiz. Bu apparaturalarimizga qo'yilgan dinamik pishalkalar haqida sizlarga ozgina qisqacha ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Inshaalloh yoqqan bo'lsa, mehnatni qadrlab, like bosib, kommentariyasida o'zingizning fikrlaringizni bildirib o'tasizlar. Hozircha bu birinchi boshlangan apparaturamizga o'zimizni SAR firmamizdan inshaalloh dinamiklaridan yig'ildi inshaalloh. Bitgandan keyin to'liq ishlatilgan videolarni ham qo'yamiz inshaalloh. Xudo xolasa kuzatib borasizlar. Hop, bu apparaturamizga qo'yilgan narsalardan 8 ta 18 dyum SAR firmasini yangi modeli 3000 wattlik voyenniy ramada, magnetlari ham juda baquvvat inshaalloh. 114 admotkalik, sovutish tizimlari ham o'sha DAS firmanikidan olingan, juda ham mo'shniy inshaalloh. Xudo xolasa bemalol Xudo xolasa nizlarni juda yaxshi beradi. Korpusimiz ham Divino'lik o'sha qo'shaloq niz qilingan. Bitta korpusda ikkitadan niz turadi. Hozircha boshlanishiga biz buni despadan yasadik. Agar boshqa materiallardan, fanerdan yoki MDF dan bo'ladigan bo'lsa, zakasiniga qarab turib inshaalloh xudo xolasa ustamiz Boburjon akamiz bemalol yig'ib qilib beradi. Sizlarning zakasiniga qarab turib tayyorlab berilaveradi. Hop, bir tomonda 4 ta niz, ikkinchi tomonda ham xuddi shunaqangi 4 ta niz turadi. Hozir yig'ilgan jarayonlarni ham to'liq obzor qilamiz inshaalloh. Hop, undan keyin buni teva qismiga 15 dyumlik sredina bo'ladi. Bu 15 dyumligimizga ham ana shu o'zimizning SAR firmadan xudo xolasa 1000 wattlik dinamik qo'yilyapti inshaalloh. Bu ham o'sha juda ham mo'shniy, chiroyli sredniy dinamik. Buni o'rtasiga esa ikkitadan 4 ta, общий 4 ta tuxum pishalka qo'yiladi. Bu apparatimiz bez filtr, crossover yoki kontroller orqali ishlatiladi. Hop, bundan tashqari inshaalloh xudo xolasa 12 dyumlariga ham bir xil bo'lsin degan maqsadda o'sha SAR o'zimizning SAR firmamizning 800 wattlik dinamikidan qo'yilyapti va buni o'rtasiga 750 talik driver. Chunki nizimiz ko'pligini hisobiga inshaalloh xudo xolasa visokiylarni yetkazish maqsadida ham tuxum pishalkadan va ham driverdan foydalandik. Buni zuv chaynalarini crossover orqali yoki kontroller orqali xudo xolasa keltirib olinadi. Inshaalloh fikrlaringizni bildirib o'tasizlar. Bizni Instagramda ham o'sha apparat forum Sardorbek va Telegram kanallarimizda ham Telegram ijtimoiy tarmog'ida ham gruppamiz bor, ham kanalimiz bor. Agar biron narsangizni sotadigan bo'lsangiz, gruppa kanalimizga o'tib turib, bemalol o'zingizni sotiladigan narsangizni qo'yib, gruppaga tashlab sotib olishingiz mumkin yoki kanalimiz orqali ham kuzatsangiz bo'ladi. Inshaalloh xudo xolasa Instagramda ham 1000 tadan oshiq bo'ldi. Xudo xolasa obunachilarimiz yaqin kunlarda inshaalloh u reklama xizmatlarini ham xudo xolasa yoqib qo'yamiz. Qo'limizdan kelsa reklama qilib sotiladigan narsalaringizni ham sotib berishga ham harakat qilamiz. Hozir inshaalloh xudo xolasa endi bularni yig'amiz. Boburjon ukamizga ham kattakon rahmat. Boburjon ukamizni ham shunday sovuq kunlarda mana shu qilayotgan mehnatlarini chiroyli bir qadrlagan holatda like bosib, kommentariyasida ham Boburjon ukamizga ham omad tilab qo'yasizlar inshaalloh. Mana xudo xolasa 1 yildan oshdi. Oldin ham aka-uka bo'lib birga ishlarni qilib yurilgan. Asosan endi xudo xolasa mana 2025-yildan birga ana shu do'konni yurg'izishni boshladik. O'sha apparat forum Sardorbek do'konini, kanalini ustasi hisoblanadilar. Barcha yashiq borasidagi yoki dinamik borasidagi ishlarimizni barchasini shu ukamiz qiladilar. Ko'pchilik vodiylik apparatorlar ko'pchiliklari tanishadi. Xudo xolasa ukamizni ham mehnatlariga a'lo darajada baho qo'ysak bo'laveradi. Misol uchun 10 talikda 11 qo'ysak ham bo'laveradi. Inshaalloh xudo xolasa mana yig'ish jarayonlarini ham boshlab bordik. Xudo xolasa to'liq bitgandan keyin ham xudo xolasa hammasini qo'yib borishga harakat qilamiz.